Mana qishloq. Qishloq. Ketyapmiz. Qishloq nomi nima dedingiz? Yomchi. Yam-yashil manzara. Chiroyligini. Juda bir daraxtzor joy ekan. Buyog'i. To'g'ri yurolmay qolgan ekan. Tepadan oldin bir jarlik, tepalik edi, biz tomarga tepa deydi. Surdirdik. Mana shularni uyib chiqaman men o'zim. Chaqilib. Mana shu tomorqalaringizda? Keyin tog'im buldozni berdimda bir qismini bizga berasan dedi. Pastini tog'iga berdik. Bitta bizga qoldi. Telefonda aytdim, men qilmang. Bermayman bundan bu yoqda. Veren şimdi. Nima bizga? Nima ustidan Tomorqa bedepoya ekan. Tomorqa. Sim totib qo'yishimiz ekan. Izlatilik. Ha, ikkiga bo'lindi-da. Yo'q, qoldi. Hamma Ölçüdü. bu olchan. Yana sarig'i o'rik shekilli. Buyog'i ham maydon. Hozir o'rik yegani kelyapmiz. Uygen Bu esa men. Yo'yib qo'y, mana kelib borib, chile bilan kelib yo'yib qo'ysa quriydi. ama güzel doldu. Mayli-ku. Hamma urib qo'ymaydi. Yok. Bulbullar qarang sayrashini. O, naryoqlar choqcha ekan, o'sha. Top daraxt taraf shuncha manzara. O, tog' shunday ko'rinib turibdi. Tur 5 so'tlik joyda kamida sherga. Hey o'shadan shoqqach. Daraxtlar tagiga. Bu ariq kelayotgan. Voy, Arıqni bu yog'i buzadi. Arar bu. tog'larni. O da kırdık yol. tomorqa adı oldu. Aşı yok mu? Pillaga ishlatilayotgan tutlar. Bemalol qo'y. Mana yoqda Bunu arıqma Dala. bug'doy dalasi. Ajab. Qishloq bo'libdi-da. Zavqdan ko'ra beroda bo'lsa yaxshimasmi? Mana bu ko'cha 3ga ayrilgan. Mana bitta bir tarafi Mana shu keyinchilik. Sharshara bo'lib suv tushardi. Alisher Ha, sharshara bo'lib suv tushardi. shuni ham tekislab sharshara yo'q bo'lib ketdi. Yo'q ketdi. Men baland edi, tepalardan keldi, sho'rlar men bilan tushardi. Yog'i toqqa yaqin bo'lgancha shunaqangi ko'chalar tekis bo'lmagan holatda shakllangan. Tog'amiz endi hafsala yo'q. Bu naryoqda uy qurib olgan, o'zini topgan uyiga Bu hovli. yangi o'tkir chiqdi, olib ketdi-da. Ko'cha. Qima. Bu yerda haykallar bor edi. Olib tashlab Amir Temurda haykali qo'ygan mana. Bu Oqsaroy maydoni Mana Oqsaroy. ekan. Mana Oqsaroy. Mana Amir Temurda haykali. Mana buva g'o'dayib turibdi. Hozir domla bilan 1,5 soatmi aylanamiz. Qanchaga tosh bersak
keyin Qudratimizga shubhangiz bo'lsa, qurgan binolarimizga qarang. keyin to'yiga boramiz. Mana ekilgan. Bu taraf mana Oqsaroy. Hozir biz shu Oqsaroy tarafga yuramizmi? Ha, Yo oldidan o'tamizmi? Nima boraylik? Ha, bo'ladi hozir. Bemalol bo'lsa ekan. Yuraversin. Ana u ham Amir Temur buva bilmayman nimaga qarayapti. Yov kelyaptimi, yo'qmi deb qarayaptimi? Yo boshqa narsaga qarayaptimi? Ishqilib shu tarafga qarab turibdi. Mana bu tarafda Oqsaroy. Nega u kishini Oqsaroyga qaratmagan? Hayronman. Samarqandda taxtda o'tiribdilar. Mana Oqsaroyga hozir boramiz. Mana Oqsaroy sal ko'rinib turibdi. Ro'yxatdan o'chiraman, ancha mazasini qochiruvdi nima. Mana endi yaqqol ko'rinishi shu Ulug'bek to'yiga kelganimizda 2008 midi, O'rtadan olgan, qarang nima. 2009 midi unga ichiga chiquvdik. Endi hozir ruxsat beradimi yo'qmi bilmadim chiqishga. Oqsaroyni ichki tarafi o'rtasi. Mana shu o'rtasi ilgari birlashgan bo'lgan ekan. Oqsaroy 14-asrni oxirlarog'ida qurib bitkazilgan ekan. Ana tepasi. Ana tepasi. Biz hozir narigi tarafga o'tyapmiz. Aytda ozgina ta'mirlash ishlari bo'lyapti ekan. Ana o'tamiz. Hop, mana domla bilan birga. Ha? Mana bu yerda olsangiz mana qilay. Haqiqatan uzorlar, boshqalar ko'rinadi. O'zingiz ham olay, hayallarga turing. Gapirib turing. Ben jatimi madame de monsieur. Xotinim o'qishdan o'qitardim hozir o'qishi bilan. Ancha usti ko'chib. Ancha usti ko'chib. Sizdan olaman. Meniki kamerasi yaxshi emas. Siznikichalik. Nima emasdi? O'g'illarim onang yurtga keldi. Ha. Bizni domlamiz, ma'naviy qaynog'amiz. Keldik. Domla bilan bir bemaza ukamizni tabriklagani kelganmiz. Bu men, ana Shahzod. Shu sizni ziyorat qilgani kelib, tavsiyasiga ham keldik endi. Aka, bu hujjat bo'ladi. Ertaga rektor bo'lganingizda bizga qidir-bidir qilsangiz, hujjat bo'lsin bizga. O'zingizdan keldik. Bilib qo'ying. Qolganlar kelmagan bo'lsa. Ha, ko'ring, Oqsaroy. Muhtasham. Bir paytlar Amir Temur yurganda bu yerlarda yo'dan bu yoqqa sement o'z vaqtida keldimi? Kanishani edi, qaysini buyurgansizlar deb. Prara bilan urishib, ha? O, ana shu devor o'tmishdagi qal'ani o'rni. Tiklangan qala devorlarining o'rni. To'liq bu o'ralmagandir u. Mana shu taraflar qilingan. Asli Sharsabzni o'sha paytdagi shaharni o'rab turgan ekan bilishimcha. Ana hozir muzeyga aylantirildi. 2018 dan keyin muzey bo'libdi bu yer. Shuning uchun o'shandan keyin bu yerda tepaga chiqarmay qo'yibdi. Biz shu 2009 dan mana shu joyga chiqdik menimcha. Sada qayrag'och daraxti ekan. Soya qilib turibdi. Narigi tarafda ham bitta daraxt bor. Bu tarafda bu kattaroq bo'lib, chiroyli bo'lib, zo'r soya beryapti. Buradagi odamlarni qo'zi qoringa o'xshab o'rtaga olgan. Soya ham tekisda. Endi
chiqib ketyapmiz Oqsaroydan Amir Temur haykal tomonga qarab ketamiz. Mana Amir Temur buvoni haykalning oldi tarafdagi ko'rinishi. Oqsaroy ortida, sağda atrofda oldi tarafdagi maydon, atrofda yashillik. Qaydandir turistlar kelgan. Yo'l boshchisi tushuntiryapti. Shahar o'zida. Anaka aylanasiga mana zo'r. O'zimni ham olib qo'y. Bu menman. Yaxshi, juda unaqa emas, ozgina chidasa bo'lyapti. Zo'r aylanish bo'lyapti. Bir yigit bugun yo baxti ochildi, yo bo'lmasam bir qizni baxti ochildi. Masjid turibdi shekilli, shu Oqsaroy neysa hovlisida. Kichkinagina, mo'jazgina. Yerga o'rtaga eski tarzda restoran qurilgan ekan. Bu restoran. Yog'i, ana binolar ancha chiroyli qilib qo'yilgan. Lekin odam juda kam. Juda kam. Yo'lakdan Chorsuvga qarab chiqib ketyapmiz. Hozir shabada bo'lyapti. Chiroyli shaharcha qilishibdi. Juda sokin. Ilgaridan mavjud bo'lgan Sharsabz restorani. Hozir ishlayaptimi yo'qmi bilmayman. Bir marta Olimpiadaga borishim kerak. 8-sinfga o'qiyman. 9ga, 8ga. Kelib hay andiga tushganman-da. Boshim Dorul Tilovat majmuasiga keldik. Mahalliy tilda mana ko'k gumbazam deb atashar ekan. Bu yerda ushbu binoni hozir shuni ichiga kirishga harakat qilib ko'ramiz. Mana bu haqi oldi tarafi, ushbu majmuani ana juma namozi o'qiladigan tarixiy masjid. Ana kirish qismi. Chatdan kiryapmiz. Mana balandligini qarang buni. Buligini gumbaz. Hop, oldi tarafdan o'taylik. Mana namozlar o'tirishdi. Ichkariga kirib ko'ramiz. Quduq yarim davrda suv bo'lgan ekan. Keyinchalik suv sathi tushib ketdi. Uni cho'ktirib suv chiqmaydi. Keyinchalik suvni chiqaramiz yana deb sal chuqurroq kavlashga urinishgan, baribir suv chiqmabdi. Shuning uchun quduqdan suv chiqmaydi hozir. Faqat o'rnib qolgan bu yer masjid. Qani Bismillahirrohmanirrohim. Chimalligini. Biz buvalarimiz qilgan me'moriy san'at mahsuli. Mana bu yorug'lik tushish tizimini tarixiy binolarda zo'r qilganda, uning chiroq bo'lmasa ham ichida hatto kamera ham dovdiramayapti, soya bo'lmayapti. O'zimiz oddiy uylarda dovdirab qoladi kerak bo'lsa, bitta yaxshi. O'zimni ham olib qo'yay. Aytgancha bu mana gumbazni tagidamiz. Boya eng katta gumbaz dedik. Tashqaridan usti ko'k edi. Shuni ichki tarafi. Kirish joylari negadir bunaqa haligi bir nima deydi? Koridor sifatida qilingan. Bu ichi nima bor bilmayman. Uning ichida ham narigi tarafdan kiriladigan xona nima qilingan? Bilmadim. Bu yoqlar endi hujra sifatida bularni ham bilmayman nima vazifa bajargan. Aytdik-ku, xo'p, eshik ancha nurab to'kilib qopti. Bu yoqlari aytdi. Shu nima mulla
o'qiydigan joy bo'lsa kerak shu, ha? Nomi esimda yo'q. Nima edi buni? Shu yer bo'lishi kerak. Devam shu. Nima joy? Mana dam ichkariga kirgan, hujra sifatida. Yo'qda eshik, ya'ni odamlar kirib chiqishiga qulay bo'lsin deb. Asosiy eshikdan tashqari bunaqa yondosh eshiklar ham qilgan. Bitta manet bunaqa hujra bu chuqur qilinmagan. Nima uchun naq bo'lgan, uni ham bilmayman. Ya'ni tushuntiradigan yigit murojaat qilishimiz kerak. Hozir bitta qo'shimcha ma'lumot berib ketayin. Gumbazni O'rta Osiyoda eng katta gumbaz ekan bu. Ichidagi ichki tarafdan diametri 22,5 metr, ustki tarafi 46 metr ekan. Balandligini 36 metr dedi shekilli biz shu yerdagi gid. Bu ikki qavat gumbaz ekan. Pastki bilan ustkining orasida 10 metr oraliq masofa bor. Bu ham issiq sovuqni ushlab turishga, ham namoz o'qilganda akustikani yaxshiroq berishga, ovozni yaxshiroq chiqishiga yordam berish uchun qilingan ekan ataylab. Hop, ilgari masjid sifatida xizmat ko'rsatgan. Keyinchalik 2016 dan keyin bu yerda namoz o'qilmay qo'yilgan ekan. Va boya Amir Temur shu yerda dafn etilishi rejalashtirilgan dedim. Aynan bu yerda emas, sal nariroqda bo'lgan ekan. Bu yer boshidan masjid sifatida qurilgan va narigi tarafi Amir Temur paytida qilingan. Mana shu maqbaralar ekan. Bittasi otasini maqbarasi, bittasi otasini ustozini, to'g'ri tushungan bo'lsam. Ana hujralar esa 1920-yilda qurilgan ekan. Keyinchalik bu madrasa sifatida bu bolalarga ta'lim berish uchun maqsad qilingan. Endi hozir muzey bo'lgandan keyin 2016-yil ber muzey bo'lgandan keyin hunarmandlarning joyi, endi mana har xil narsa sotadiganlar joyi bo'lib qoldi. Amir Temurni ko'milish kerak bo'lgan joyi, qabri u naryoqda bo'lgan ekan. Yoqda hozir o'shaning yonida Amir Temurning o'g'li Jahongir Mirzo dafn etilgan va o'sha yerda alohida kompleksda joylashgan ekan. Hozir bilmayman, boramizmi yo'qmi? Borsak ko'rsataman. Mana bu joylar ham shu namozga kelganlarga namoz o'qish uchun qulaylik tarzida qilingan. Va bu yaqin tarixda bo'lgan, mustaqilligimizdan keyin qurilgan ekan. Hozir atrofda 2 ta 3 ta boshqa masjidlar bo'lganligi uchun namoz o'qiladigan joy bor degan ma'noda bu yerni muzey qilib qo'yishgan. 100 yil tursa agar bu yerlar yiqilib ketmasdan, betlar ham haqiqiy tarixiy asar sifatida kelajak avlodga tushuntirilar. Ammo hali asl dastavval qurilgan inshootlar, bu binolar, mana bu maqbaralar va bu jome masjidi. Mana da hozir maqbaraga kiryapmiz. Bu yerda payg'ambar avlodiga mansub bo'lgan sayyidlarni maqbarasi ekan, 4 kishiniki tushunishimcha. Bular Termizdan tushunishimcha qabri olib kelib bu yerga dafn etilgan. Amir Temur dadasini topshirig'iga ko'ra, boya gidimiz agar aytgan gapini to'g'ri eslayotgan bo'lsam. Ana bu menimcha bular maqomi bo'lsa kerak, katta kichikligiga qarab darajasi kichikroq, undan kattaroq. Eng kattasi gullari siyoh bilan oq devorga chizilganday ekan. Endi bilmayman nima deb bo'yoq bu. Shu oq devorning o'ziga chizilgan. Hech narsa yopishtirilmagan bu yerda. Mana bu tosh ancha o'yilib qolibdi. Tepadan har holda suv ko'p tomgani uchun bo'lgan bo'lsa kerak. Qarang, o'yilib qolgan. Ba'zi tarixiy binolarda odamlar shu tavof qilaman deb qo'lini ishqa urgandan ham bunaqa sal-pal o'yilib qolish bo'ladi. Ko'p asrlar davomida tavof qilaversa, ammo bu yerda endi bunchalik ko'p tavof qilinganmikan ajabo, bilmayman. Kimdir ham shu kasalliklardan qutulaman deb, yo bo'lmasam farzandi yo'qlar, farzandli bo'laman deb ishonsa, ba'zi bir ziyoratgohlarning shunaqa xususiyati bor deyshadi. Hamma tavof qilaverib, bunaqa o'yiq-so'yiq qilib qo'yadigan holatlar mavjud. Bu yerda faqat mencha suv tomir holatga keltirgan tepada agar teshigi bo'lmasa, suv chak o'tkazayotgan joyi. Endi nariga maqbaraga o'tamiz.
Amir Temur dadasining maqbarasi deyishcha. Maniki. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yer ancha hashamatli. Bu yerdan nega ta'mirga ham ko'proq e'tibor berishgan shekilli. Bet ancha bo'yoqlari yaxshi turibdi. Menimcha bu hali asl bo'yoq bo'lmasa kerak. Ya'ni gullari shudir, biroq yaqin tarixda qayta ta'mirlashda qilingan gullardir. Aytdi bilmasan izi bor, kim biladi, ilgari buni ustida tilla bir qoplama bo'lganmi, yulib olingan shekilli. Har holda qanaqadir tilla tabaqada yozuv bo'lgan bo'lishi mumkin. Ustozlari bilan, shayxlar bilan panjara orqali ko'rinib turibdi, uni eshik sifat qilib yonma-yon turishibdi. Saidlarni maqbarasi nomi Gumbazi Saidon ekan. Jahongir Mirzoni maqbarasi joylashgan joy ekan. Biz kirdik. Gaplashdik. Alohida majmua. Hozir men Arak tarafı yo'tib chiqqan ekan. Hozir bu nima bo'lgan bu yerda? Nima hisobdan naqangi? Nasıl qurilgan? Bilmadim. O'tmishdagi binoni Nima qoldi bu yoqda? pastki qismimi bu? Qoldirib bitib keladi. Nima ekan? O'ngda nima qoldi? Bitta ham mana normatlar o'tiribdi. To'yga tayyorgarlik bu narsani. Bor elikchi. Kirish ekan. O'g'acha albatta bir o'tindan. Ana kirish joyi. Ha? Jahongir Mirzo maqbarasi. Ha. Xayr, bu ishni boshlaylik qani. Ana bu joy ekan. Kim tushuntirib beradi uni? Getirdi. O'zim tushuntirib. Har yo'lda yana bitta farzandlari bor, Shayx Mirzo bilan oraliqda 50 ta qadamda qaytib ketilgan bo'lgan. Tepada 3 ta gumbazda iboratlar gumbaz tushib ketgan. Faqat bittasi saqlanib qolgan. Mana bu burchagi faqat original holatda saqlanib qolgan. Ichida yozuvlar bor. Alloh va Muhammad degan yozuvlar yozilgan mana shu burchagida. Mana bu yog'ochlari ham o'sha paytda lesa vazifasini bajargan ustalarga deyishadi, yana bu xonadagi namlikni yutib tashqariga chiqarish uchun ham shunaqa qo'yilgan. Nimaligini bilmadim, lekin o'sha paytda saqlanib qolgan. Bu kishi qanday qazo qilgan? Aroq bilan javob qazo qilgan. Aroq To'ng'iz farzandlar urushlarga qatnashmagan, faqat og'ir kasallikdan vafot etgan degan taxmin bor. Endi tarix ham o'zgarib kelyapti, endi aniqini bilmaymiz. Shunaqa deyishadi. Bu yerda yana Hazrat Imom degan masjidimizni nomlari qo'yilgan, avliyoni qoplari ham qo'yilgan deyishadi. 10-asrlarda yashaganlar. U kishini Erondan olib kelishgan ekan qoplarini. Ana Amir Temurni ko'milishi, dafn etilish kerak bo'lgan va maqbara qilish kerak bo'lgan joy mana bu yer ekan. Hozir pastlik deyishyapti. Shu yerda dafn qilish kerak bo'lgan ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Chuqur joy mana. Yerosti dahmasi. Maqbarani o'z aslida tagida dafn qilib qo'yishadi, ustida timsoliy qabr turadi. Asl holatida shu yerda dafn qilinib, ustida keyin bunday ramziy tobut turish kerak bo'lardi. Bilishimcha hamma maqbarada shunday. Qarang. Bitsani yuvishibdi, shunga zaxmi ozgina tafti bor. Buni tasodifdan topishgan. O'tmishda bu yerda bilishimcha oddiy aholi yashagan endi. Amir Temur saltanati davridan keyin ma'lum bir payt bu yer ostida bo'lgan, buni bilishmagan. Aytishlariga qaraganda hozir bitta yashaydigan bir odam qizi tushib ketib qolgan chuqurga. Hojat xona uchun ko'rgan bo'lgan, men bilmayman nima bo'lgan. Xullas mana shu chuqurga tushib ketganda tasodifdan topishgan shu yerda. Qizcha tushib ketgandan keyin va bu o'sha
Amir Temur o'zi uchun tayyorlattirgan qabr deb xulosaga kelishgan. Ular endi betonmi nima bilmadim, hayronman. Oldingi toshlar ustiga beton qilingan. Bitta yozuvlar ham bor shekilli. Shu yozuvning ma'nosi shu bo'lsa kerak. Allohdan o'zga iloh yo'q deb. Shu ma'nosini yozgan u mencha. Narada ham o'sha yozuv ma'nosi Alloh buyuk debdi. Narada Alloh pok zot debdi. Bu yoqda Alloh maqtovga loyiq debdi. Mana. Endi chiqib ketamiz. Mana Amir Temurni endi oilasini maqbarasi shu yerga joylashtirilishi kerak bo'lgan ekan. Mana bu o'tmishda yopilgan. Hop, buni keyinchalik buzib tashlashib turib tagi qolgan qismi. Bu hammasi o'zi mulozimlarga tegishli bo'lgan. Amir Temurning farzandlariga tegishli bo'lgan maqbara joylari ekan. Endi qaysidir mulozimlarga ham tegishli qabrlar bor. Kimligi noaniq. Faqat mana bu yerda Jahongir Mirzoning maqbarasi. Undan 50 qadam bu yoqda Umar Shoh Mirzo adashmasam, bu yerda qabr turibdi. 50 qadam narida ikkinchi o'g'lim dafn qilingan deb manbalarda yozilgan ekan. O'shandan Umar Shoh Mirzoniki deb taxmin qilishyapti va meniki ham 30 qadamlar beriroqda joylashtirilsin deb yozilgani uchun shu Amir Temurni dafn qilinishi kerak bo'lgan joy shu yer deb taxmin qilinyapti. Ana bu yer ilgari usta bino bo'lgan yopiq majmua bo'lgan ekan. Endi hozir tag qismi qolgan. Mana qabr Umar Shoh Mirzoniki. Bitta nima ekan bu yerda? Atrofi oddiy joy ekan. Qarang, mana zina bor. Chiqsak birov indamasa, o'tmishda shu yerda chiqishga imkoniyati bo'lishi kerak ekan shekilli. Nima uchundir Amir Temurni keyingi farzandiniki, yana ikkita o'g'lini qabri shu yerda. Bu Shahrsabz shahridagi eng katta va eng qadimiy jome masjid ekan. Nomi Hazrati Imom masjid ekan. Lekin eng qadimiy emas, u menimcha 19-asr deyapti. Maradagi opalar sal adashdi-yu. Hozir majmuani ko'raylik. Ana majmua. Daraxtlarni qarang. Mana hayvonchalari. Menimcha yaqin tarixda qo'shib qurilgan bo'lishi ham mumkin. Bu bitta besh mahal namoz qillar ekan. Chevada tut daraxti har zangidek yerda katta chinor ham bor ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Mana. Zo'r. Eshigi menimcha o'zini asl eshigi bo'lmasligi mumkin. Lak bilan bo'yashibdi. Qaysidir ta'mirda qo'yilgan bo'lsa kerak. Taxta bilan ishlab berilgan. Keyin 9-asr demak 1800-yillarda qurilgan. Agar 19-asr bo'lsa 300 yillik masjid hisoblanadi. Shu yerdan yoqqa qaraymiz, chinorlarni ko'ramiz. Oho. Mana chinor. Bu ustunlar ham yaqin tarixda qilingan shekilli. Arolda restavratsiya paytida bo'yoqlar bilan bo'yalganmi? Ana daraxtlar.
Chinor. Hozir shu chinorni bir ushlab ko'rish kerak. Qarada yana bitta chinor. Bir kesishga urinishgan ekan, nimagadir. Olgan, mana bitta bitta chinor bor ekan. Bu chinorlar tutga o'xshab, ular ham shu zaxni olish xususiyatiga ega. Demak, ilgari sal zaxro joy bo'lgan. Bino nurab ketmasin, zaxoshib deb shu daraxtlarni ekkan bo'lishlari kerak. Ichkarni ziyorat qilib chiqdik. Masjiddan, maqbaradan eshigi endi sekin Oqsaroy majmuasini umumiy qarasak, sekin ketyapmiz. Chiqib bugun 11-iyun 2025-yil. Oxirgi marta shu 2008 yoki 2009-yil kelgan bo'lsam, keyingi kelishimiz qachonga nasib qiladi endi bilmadim. Uyni bilmadim. Hovuz qilingan. Endi bu bilmayman qachon qilingan. Yaqin tarixda qilinganmi yo o'tmishdan joyi bo'lganmi buni? Noma'lum. Shu favvora sifatida foydalanishar ekan. Joylar. Shu bilan ziyoratimiz ham tamom. Endi to'yga boramiz. To'y qanday bo'ladi bilmayman, ziyoratimiz zo'r bo'ldi. Orada ikkinchi ovqat